Ba'zi arabcha so'zlar juda o'xshash eshitiladi. Masalan, qonata itoat qilish, qonato noumid bo'lish. Lekin ko'rib turganingizdek, ma'nosi butunlay boshqacha. Bu so'zlar orasidagi farq faqat bitta sifatga bog'liq. Yana misol uchun, tin anjir, toyin esa loy degani. Aslida bu ikki harfning mahraji juda o'xshash. Lekin aytib o'tganimizdek, ularni bir muhim sifat ajratib turadi. Agar shu sifatni noto'g'ri qo'llansa, jiddiy xatoga, ya'ni so'zning ma'nosini o'zgarib ketishiga sabab bo'ladi. Bu darsimizda biz aynan shu farqni isti'la va istifal sifatlarini o'rganamiz. Bu ikki sifat bir-biriga qarama-qarshi bo'lib, biz o'rganayotgan sifatlarning uchinchi juftligidir. Keling, avvalo isti'lani o'rganamiz. Isti'la arab tilida ko'tarilish degan ma'noni bildiradi. Tajvidda esa bu harfni aytganda tovushni yuqoriga, ya'ni tanglay tomonga ko'tarish demakdir. Shuning uchun bu harflar og'iz ichida kuchli yangraydi. Og'izni to'ldirib chiqaradi va yo'g'on eshitiladi. Shu sababli ularni yo'g'on harflar deb ataymiz. Isti'la harflari 7 ta. Ularni oson eslab qolish uchun quyidagi iborada jamlangan. Xusso, dog'tin, qiz. Demak, bular xo, sod, dod, g'oyn, to, qof va zo harflari. O'zi isti'lani qanday to'g'ri bajarish kerak? Endi savol, tovushni qanday qilib yuqoriga ko'taramiz? Buni bajarish uchun amalda quyidagi 3 ta oddiy ishni bajarish kerak. Birinchi, tilning orqa qismini ko'tarish. Ikkinchi, tilning o'rtasini pastga tushirish va uchinchisi, tomoqni biroz toraytirish. Siz bu 7 ta yo'g'on harfni talaffuz qilganingizda bu harakatlar o'z-o'zidan sodir bo'ladi. Natijasi qanday bo'ladi? Bu harakatlarni qilganingizda til biroz qoshiqsimon botiq shaklga kiradi. Tovush tanglayga urilib, kuchli chiqadi. Harf yo'g'on va to'liq eshitiladi. Muhim eslatma. Bu 7 ta yo'g'on harfni aytayotganda, shu 3 ta harakatni ongli ravishda bajarishga harakat qiling. Shunda harf to'g'ri chiqadi, aniq eshitiladi va xato qilinmaydi. Isti'la harflarini to'g'ri aytish. Ko'rib turganingizdek, bu harflarning mahrajlari har xil bo'lsa ham, ularning barchasida bir xil xususiyat bor. Ya'ni isti'la sifati, yo'g'on aytilish. Masalan, biz xo, xoyr deb aytamiz. Bu paytda tilning orqasi ko'tarilgan bo'ladi. Tilning o'rtasi esa pastga tushgan bo'ladi. Agar tilning orqasini ko'tarmasak, tovush ingichka chiqadi. Masalan, xa, xayr kabi. Agar tilning orqasini ko'tarib, lekin o'rtasini tushirmasak, tovushga ortiqcha u qo'shilib ketadi. Masalan, xoyr kabi. Harfga dommani, ya'niki uni qo'shib yuborish bu juda keng tarqalgan xato. Demak, isti'la harflarini to'g'ri aytish uchun tilning orqasini ko'taring, tilning o'rtasini tushiring va ortiqcha tovush qo'shmang. Shunda harf to'g'ri va yo'g'on chiqadi. Davom etamiz. Endi isti'laning qarama-qarshisi istifalni ko'rib chiqamiz. Istifal isti'laning teskarisi bo'lib, pastga tushish degan ma'noni anglatadi. Tajvidda esa bu harfni aytganda tovushni pastga tushirib, og'izdan yengil chiqarishdir. Bu sifat isti'la harflaridan tashqari qolgan barcha harflarda bo'ladi. Istifalni qanday bajarish kerak? Amalda quyidagilarga e'tibor beramiz. Og'izni ortiqcha to'ldirmaymiz. Tovushni yengil va tez chiqaramiz. Harfni yo'g'onlashtirib yubormaymiz. Natijasi qanday bo'ladi? Shunda tovush og'iz ichida aks sado bermaydi. Og'iz tez bo'shaydi. Harf ingichka va yengil eshitiladi. Shu sababli bu harflar ingichka harflar deb ataladi. Foydali usul. Agar ingichka tovush chiqarish qiyin bo'lsa, biroz tabassum qiling. Lablarni yon tomonga yoying. Bu sizga tovushni ingichka chiqarishga yordam beradi. Isti'la va istifal farqi. Ko'rib turganingizdek, ingichka istifal harflarda til tovushni tashqariga yo'naltiradi va og'iz tez bo'shaydi. Endi yo'g'on va ingichka tovushlar orasidagi farqni ko'ramiz. Ta ingichka, to
yo'g'on. Masalan, taroka, toroqo, fatir, fatir. Ko'ryapsizmi? Faqat talaffuz o'zgarsa, so'zning ma'nosi ham o'zgaradi. O'zgaruvchan harflar. Yana shunday harflar borki, ular doim bir xil bo'lmaydi. Ba'zida yo'g'on, ba'zida ingichka o'qiladi. Masalan, alif, a yoki o, lam, la yoki lo, ro, ra yoki ro. Bu harflarning qanday o'qilishi so'zga va holatga bog'liq. Kichik xulosa: ba'zi harflar doim yo'g'on, ba'zilari doim ingichka, ba'zilari esa vaziyatga qarab o'zgarar ekan. Tafxim va tarqiq nima? Endi savol. Tafxim va tarqiq isti'la va istifal bilan bir xilmi? Javob: ha va yo'q. Nima uchun ha? Chunki isti'la harflari yo'g'on eshitiladi. Bu tafxim. Istifal harflari esa ingichka eshitiladi. Bu esa tarqiq. Ya'ni natijasi bir xil. Xo'p, unda nima uchun yo'q? Chunki talaffuzda isti'la va istifal til harakatlaridan iborat. Bu harakatning natijasi esa tafxim va tarqiq bo'ladi. Oddiy qilib aytganda, tilni ko'tarish, o'rtasini tushirish, tomoqni toraytirish, bularning barchasi isti'la. Buning natijasida esa harf yo'g'on chiqadi. Bu tafxim bo'ladi. Demak, isti'la sabab, tafxim natija ekan. Xulosa qilib aytganda, ko'p hollarda isti'la yoki istifal harfi desangiz ham, tafxim yoki tarqiq harfi desangiz ham deyarli bir xil ma'no tushuniladi. Demak, bu qarama-qarshi xususiyatga ega bo'lgan sifatlarning 3-juftligi edi. Bunday sifatlarning yana 2 juftligi bor. Shundan so'ng esa qarama-qarshisi yo'q sifatlarni o'rganamiz, inshaalloh. Agar oldingi darslarni qayta ko'rmoqchi bo'lsangiz, tartiblangan darslar ro'yxatidan topishingiz mumkin. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Agar Qur'oni Karimni arab tilida o'qishni va tushunishni boshlamoqchi bo'lsangiz, sayohatingizni aynan shu yerdan boshlang. Keyingi darsda ko'rishguncha